Oğlum, bugün bizni pudamlı bilan birga uyga chaqiribsa. Biror ish bormi ya? Men bu vaqtda Ra'no bilan deyishib bo'lgan. Mundaq ishdi. O'zinglar bilasizlar, shirkat qurib ta hozirgacha bo'lganlikda ishlarim yomon emas, yaxshi ketib bordi. Biroq shu ham bundan keyingi taraqqiyotimning texim yaxshi bo'lishi uchun men bir mezgil oilamdan ayrilib turaymikin degandim. Bolam, nimda quloqqa yoqmaydigan gapni qildigansa? Jel atmaydigansa, bolam, ha? Bir chiroyli ayoling tursa, o'zi chiroyli, qalbi chiroyli, oltindek bolang tursa, yan nima kam? Ha? Dapaqa yan nima kam? To'xtam. Qudam. Oğlum, bu sizning cho'nqur o'ylangandan keyin ondan chiqargan qaroringizmi qanday? Shundoq. Kechirimni oldimlarda hechim. Oğlum, agar qizim xizmatingizni yaxshi qilmagan bo'lsa, men tarbiya qilay. Yo'q opa, unda emas. Ra'no har qaysi jihatda intayin yaxshi. Bolam, mushta chiroyli yig'ilib o'tirgan vaqtda nima gapni qilib yuriysan? Shu emasmi? Oğlum, Kechirimlar opa dada. Bu mening qarorim. Oldinlarda hechim. Kechirsiz. Oğlum, Bolam, ha oğlum. uy mana. Xush aytiblar ketdingiz, qaysi o'tda kuygansiz, yurgan bilan yiroqda yana seg'inib qolgansiz. Xush aytiblar ketdingiz, qaysi o'tda kuygansiz, yurgan bilan yiroqda yana seg'inib qolgansiz. Tanholikda qoldirib, ko'zdan hijron yog'dirib, sig'inmayman deb qo'yib yana sig'inib qolgansiz. Tanholikda qoldirib, ko'zdan hijron yog'dirib, sig'inmayman deb qo'yib yana sig'inib qolgansiz. Ketgan bilan ayrilib, jup yuraklar qayrilib, ketgan bilan ayrilib, jup yuraklar qayrilib, chidolmasdan tortishib yana sig'inib qolgansiz. Chidolmasdan tortishib yana sig'inib qolgansiz. Tatlıq gülüşni, muhabbetlik söyüşni, baxit bilib köyüşni yana sig'inib qolgansiz. Tatlıq gülüşni, muhabbetlik söyüşni, baxit bilib köyüşni yana sig'inib qolgansiz. Tasalli yo'qmi sizga, kulka yiroqmi yuzga, pushaymon yab shu sizga yana sig'inib qolgansiz. Tasalli yo'qmi sizga, kulka yiroqmi yuzga, pushaymon yab shu sizga yana sig'inib qolgansiz.
İlkisla, İlkisla. İlisa. Oğlum, bugün yana bir xiyalını oturup koyğunu bizni çakırdın mı? Dada, Ey, Qudam, ballarni xijil qilmayli. dada apa, aslida mening natijalarim bo'lsa, sizlardek salomat turgan ota-onalarim, shundaqla baxtli oilam degan. Hep beli cinim balam. Endi mening o'g'limga o'xshash gap qilding. Qani, mana vat og'zing sap qo'yaymi? Balam. Hech qisi yo'q o'g'lim. İnsan degan hayotda nurg'un sinoqlarga, ig'ir sinoqlarga duch keldi. Taqat qilib, ig'ir bilan ishning to'g'risini qilsanglar, hamma ishimiz shundoq chiroyli hal bo'lib ketadi. Rahmat apa. Shundoq. Oila demak, o mehri muhabbat koni. Oila demak, baxt saodat demak. Oila baxt saodatning koni. Ballarim, sizlarning baxtinglar bizning xushalligimiz. Bizning xushalligimiz sizlarning baxtinglar. Bir ailenin xuşallığı, bir cemiyetin xuşallığı bilen okşaş. Qudam, qudug'uyum, ballarim, bugun men to'liq xushal. Qudamni ona aytdi, shodiman ko'rinadi. Bugun bir ichilib, yeyilib, mening nurg'un chaqchaqlarim, yo'malarim bor aytib beradigan. Hatto tig'i dutta bilan naqsh etib berishim mumkin, jumi? Voy ya. Kızım, ha öydeki duttan çıkın. Hepimiz oynayımız.